Bilorxon aka, kecha fast food biznesiga Xitoydan ham kattaroq xavf bor degan edingiz. Bu qanday xavf? Bu asosan Yevropa brendlari. Bu brendlar O'zbekistonga bosqichma-bosqich kirib kelishyapti. Bular katta budjet va takliflar bilan kirib kelishyapti. Misol uchun McDonald's, King Burger, KFC boshqa fast food brendlaridan tizim va interyer bo'yicha ancha kuchli. Agar hozir milliy brendlarimiz o'zlarining ustilarida ishlashmasa, tizimlashtirishmasa, bu chet eldan kirib kelayotgan brendlarga raqobat qilishda ancha qiynalib qolishadi. Fast food biznesini qanday tizimlashtirsa bo'ladi? Siz aytgan ishlarni qanday yo'lga qo'yish kerak? Bularning hammasi audit qilingandan keyin bilinadi. Shu kungacha 50 ga yaqin kafelarni audit qilib tizimlashtirib berdim. Asosan nima bo'ladi? Bu yerda biznes egalari o'zlarida muammo borligini bilishmaydi, lekin menda hamma narsa yaxshi. Savdoim faqatgina ozroq xolos deyshadi, lekin borganimizdan keyin anchagina muammolar kelib chiqadi. Va bularni bartaraf qilishni yo'llarini o'rgatamiz. Bizni ko'rib turgan obunachilarimiz ham o'zlarining fast food bizneslarini bepulga audit qildirsalar bo'ladimi? Yordam bera olasizmi? Albatta yordam beramiz. Buning uchun audit so'zini kommentariyada yozib qoldirsin va o'zimiz ularga aloqaga chiqamiz.